5 TL yozib bizni 100 mingga nima olib ketishga ko'ramiz. Voy! Mana tushib berdi. Bo'laman bosganimda 7 ming. 8 Barchalarga salom bolalar. Sizlar bilan Frezi Pavagan bolalar. Bugungi rolikimiz buldiropda yana necha yuz chiqashi sizlar bilan birga ko'ramiz bolalar. Hozir balansda bolalar 100 mingga to'ldirib olganmiz. Hozir 100 mingga sizlar bilan birga 8100 olib ketishga harakat qilamiz bolalar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Bolalar oldingi videoda kim ko'p like to'plasa o'shanga promokod beraman dedim. Mana hozir birinchisi Abdushah degan bola 20 ta like to'plagan. Boshqalar uncha like to'plamagan. O'shaning uchun biz hozir Telegramda lichkasi bering deymiz. Telegram lichkasi bering deymiz bolalar va biz ularga 69 talik case beramiz bepulga. Bu videoga ham shunaqa qo'yilgan. Sizlar nima qilasizlar? Mana shu videoga libboy bitta so'z qoldirasizlar va kommentariyaga yozasizlar libboy so'zni. Keyingi videoda ko'p like to'plasa, sizlar 69 talik promokod yuta olasizlar. Bu qimmat juda bolalar. Videoni boshlashdan oldin mana shu Telegram kanalimni tavsiya beraman, chunki bolalar kuniga promokodlar tarqatamiz. Silkasi profilda bo'ladi yoki kommentariyada bo'ladi. Bolalar qaranglar. 30 odam ishlaydigan mana shunaqalarni tarqatganmiz, 30 odam ishlaydiganlarni tarqatganmiz, 40 odam ishlaydigan karali degan, mana 40 odam ishlaydigan 49 talik karali degan keysdan tarqatganmiz. Hamma olishgan bir xil 320-500 so'ylab chiqarib ketgan bolalar. O'shaning uchun o'tib olinglar bolalar. Endi sekin buldiribga xo'sh bolalar, bilasizlar qanaqa qilib qaranglar bolalar, qanaqa qilib balans to'ldiramasizlar, menyuni bosasizlar bolalar. Bu yerda hisobni to'ldirish bor, pastga tushsanglar, mashina bosasizlar. Bu yerda qaranglar bolalar, Uzcard Humo, Visa, Uzcard Humo, Click, Paynel, Steam, kriptovalyutalar bor. Misol uchun sizlar Uzcard Humoda to'ldirmoqchi bo'lsanglar bolalar, misol uchun sizlar 35 ming tashlamoqchi bo'lsanglar, sizlarga 200 bul coin beradi, lekin sizlar Frez 1, Frez 2, Frez 3, Frez 4 deb yozsanglar, sizlarga 20% omad, 20% balansinglarga qo'shib beradi bolalar. 25 ming narsani 35 ming qilib tashlab beradi bolalar. Xullas 25 ming tashlamoqchi bo'lsanglar, Frez 1, Frez 2, Frez 3, Frez 4 qilsanglar, sizlarga 20% omad qo'shib beradi, 20% balansinglarga qo'shib beradi. Shuning uchun meni promokodimni teringlar, maslahat beraman bolalar. Xo'sh bolalar, bu yerda bu pas bor. Bu yerda nima qilaman desanglar, ko'pinchalar so'rayapti. Bu yerda PUBG ga o'xshagan narsa bolalar, ko'pinchalar tushunmayapti. Xuddi RP ile ochsa, mana shu qimmat narsalar ola olasizlar bepulga. Zadaniyalarni ham bajarsanglar bo'ladi. Faqat buni RP ile ochishinglar kerak. Yashi ochsa ham RP ile oshadi. Xo'sh bolalar, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bu yerda bitta dona PUBG emas, Standoff KZ2 PUBG, Roblox, Gigi Pack, Free Fire ham bor. Xo'sh bolalar, bu yerda Telegram, VKontaktlar ham bor. Bemalol ulanib bepulga case ochishinglar mumkin. Endi case'ga o'tamiz bolalar. Shuni mana bitta ovoz o'chirib qo'yaman bolalar. Xo'sh bolalar, qaranglar. Biz esinglarda bo'lsa, o'tgan videoda bittalikdan mashina tushirib qo'ydik, eng oxirgisini tushirib qo'ydik bolalar. Vashsha qo'yilib qoldi, matak bor. Yana mashina ochib qo'yamiz, 5 TL yozib biz 100 mingga nima olib ketishga ko'ramiz. Voy! Mana tushib berdi, bo'laman bosganimda 7 ming. 8100 ga ozgina qoldi bolalar. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar. To'xta, nimayli. Bolalar olib qo'yamiz. Tishlar ham beradi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushuntirib o'taman, keyin qanaqa qilib 100 chiqarishni ham o'rgataman bolalar. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi bolalar, menga katta motivatsiya bo'ladi. Xo'sh bolalar, har doimgidek aytaman bolalar, sizlar agar 200 like qilsanglar, mana shunaqa deytixni o'taydigandan bitta qo'yaman. Mana shu yerga qaysidir joyga yashirib qo'ygan bo'laman. Bu videoga ham yashirib qo'yganman bolalar. 49 talik karali degan 40 ta odamga ishlaydi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar. Xo'sh bolalar. 10 talik go. 10 talik go. Voy. No. Yaxshi. 695 minus bolalar, ozgina minus. Xo'sh, tak.
Yaxshi, plus menimcha 954. Go propusk bilan bolalar nima tusharkan? Propusk bilan sal bug botdi. Nima deb o'ylaysizlar? Yedirdimi? Yedirmadi. Voy, chiqamiz bolalar bu keysdan. Xo'sh, bolalar, endi boshqa keysga o'tamiz. Böyle paketda yo'q, bular bo'lmaydi bizga. Eng ko'p like to'plashga harakat qilinglar bolalar. Mana shu qurol degan keysdan beraman. Bu emas, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Scarl turdi. Hop. No, yaxshi, minus emas bolalar. Go yana. Yedirdi ya. No, yedirmadi ham. O'zini o'zi qilaverdi bolalar. Xo'sh, endi boshqa keysga o'tamiz bolalar. Endi nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz bolalar. Tak, bu yoqda Makima degan tanijirodan ochamiz. Davaysi bolalar, tanijirodan ochamiz. Keyin qanaqa keys ochishimni keyingi videoda yozib qoldiringlar. Albatta keyingi videoda kommentariyaga yozib qoldiringlar qanaqa keys ochishimni va keyingi videoda aniqlayman. Qanaqa keys. Yaxshi mingta. Mana bosh tushib berdi bolalar. 810 bitdi. Tak. Yaxshi. Boradi bolalar, 5 tali ochamiz. Go 5 talida otib bizga nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz. Tak, endi qaranglar bolalar, bitta propusik bilan 15 nimayli. O'zini o'zi qoplab berdi. Zotda bizda foyda bolalar. Xo'sh. Tak, endi qanaqa keys? Bolalar Freeze 1, Freeze 2, Freeze 3, Freeze 4 deb yozinglar. Meni promo kodim maslahatim sizlarga beraman. Endi bolalar mana shu Megalodonni ochib ko'ramiz. 5 tali risk qiling bolalar. 10 tali ochib ko'ring. Go bolalar, risk qilamiz. Nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz. Go. Ketdi. Nimayli, uncha minus beradi. Go yana 10 tali risk. Yaxshi! Anaqa tushyordi-yu, mashina tushyordi bolalar. 10 ming yaxshi bolalar. Biz 8100 olib ketamiz bolalar. Qaranglar mana. Chiqarib olish 100 bolalar, qaranglar. Xo'sh, bizda necha balans? 633. Qaranglar bolalar. 9100 olib ketamiz. Конечно, bu Freeze 1, Freeze 2, Freeze 3, Freeze 4. Bunaqa sizlarga omad qo'shib beradi va balansinglarga qo'shib beradi. Shuning uchun meni promo kodimni teringlar bolalar. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Freeze pabagan bo'ldi.